Diqqat! O'zbekistondagi oylik oluvchilar, pensionerlar va nafaqaxo'rlar tayyor turing. 10-yanvar sanasidan boshlab barchasi o'zgaradi. Fuqarolar tezda ulgurib qoling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1 271 ming so'm. Bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1 12 ming so'm. Minimal iste'mol savatchasi kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasining 1 oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360 ming so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm. Oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandlari uchun qo'shimcha 110 ming so'mdan beriladi. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'mdan to'lash belgilandi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.